Yo'q, salom hammaga. Sizlar bilan Big Gaming kanali. Bu kanalda sizlar FKga oid stream ko'rishingiz mumkin. Men stream qilaman. Biz esa oyda oxirgacha 200 ta bo'lishimiz kerak. Sizlarga foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu kanalga обязательно obuna bo'lib qo'ying. Chunki biz oyda oxirgacha 200 ta bo'lamiz. Xo'p, mana hozir mana shu tipkalar o'ynaganim barchasi o'zim o'ynaganman. Bu yerda Mateta hujumchi napadayshim tepgan. Pushka zarbalarini ko'rishingiz mumkin. Keyin bu videoda yana Telegram kanalimni ham описаниесini qo'yib ketaman. Telegram kanalimda har xil prikolniy videolar yoki bo'lmasam futbolga oid narsalarni topishingiz mumkin. Hamda FK o'yinlarini. U yerda ham stream qilaman. Har xil so'rovnomalar o'tkaziladi bu yerda. Sizlar albatta obuna bo'lib qo'ying. Siz obuna bo'lsangiz, sizdan ko'ra boshqalar ham obuna bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat. Bunda esa biz videoga qaytamiz. Chatga ham obuna bo'lib qo'ying. Biz videoga qaytayotgan bo'lsak, mana bu eng chiroyli golim. Rafinhani Bavariyaga urgan goli. Qanday? Golga 1 dan 10 gacha baho beramiz. Qani, hozir kommentariyada 1 dan 10 gacha golga baho beramiz. Chunki juda ham chiroyli gol bo'lgan. Bu yerda esa Matetaning goli. Atalab jim turdi birpas. Bu yerda yaqin burchakka Lingardning tiqqan goli bo'yaga. Bu yerda Matetaning yana bir marta pushkasi. Hammaga video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying videoga va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Chunki biz oyda oxirgacha yana bir marta qaytaraman. Uzr hammaga, lekin 200 ta